Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilarim. 14 yoshli shogirdimni formasini sizlarga baham ko'rmoqchiman. Bu bolani oyog'ingizni shakllantiring. Bu yaxshilab oyoq. Endi presslari, gavdalarini qaranglar. Ashi, qo'l mushaklaringizni bitta ko'rsatib qo'ying. Wow! Ana sekin aylaningchi, orqangizni ham ko'rsataylikchi kuzatuvchilarimizga. Wow! Hali bir oy bo'lgan yo'q. Taxminan 22, 23, 24, 25 kun bo'lib qoldi. Oldiga bitta kuchanamiz, ponni. Mana kuchaningda oyoqlaringizgacha mushaklaringiz ko'rinsin. Press chiqaring, press. Kimga chiroyli qomat kerak bo'lsa, Alpomish sport zaliga tashrif buyuringlar. Kutaman. Malades shogird bola. Qachon bo'lsa ham magi kelmasdan boshqa zalga borib shug'ullanishda davom eting, bo'ptimi? Siz bo'lajak chempionsiz. Arnold klassik turniriga qatnashadigan bola ekan.